Assalomu alaykum Yurganch obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda 7 Pro Max avtomobilimiz haqida gaplashib o'tamiz. 7 Pro Max avtomobilimiz 1.6 turbina motor bilan jihozlangan bo'lib, 186 ot kuchidan iborat bo'ladi. Bu avtomobilimiz 7 Pro dan ajralib turadigan tarafi polni привод bo'ladi. Ya'ni 4 balon ham birdaniga harakatlantirib biladi. Quri elde tortmaydi, 4 balon ham tortadigan bo'ladi. GDI motor korobkamiz robot bo'ladi. Endi oldingi ko'rinishini e'tibor bersak, buni 7 Pro dan farqi решетка radiatorindagi bu tomchi shaklida ishlangan dizayndagi figuralari katta nuqtalardan iborat bo'ladi. Keyin oldingi qismida 360 gradus kamerasi o'rnatilgan. Bundan tashqari oldingi parktronikalar o'rnatilgan bo'ladi. Oldinda o'zi общий arkasında parktronikalar kameralar mavjud. Ushbu avtomobilimizda 360 gradus kamerasi bo'ladi. Faralarımız to'liq LED qaraytirilgan bo'ladi. Ichki qismi qaraytirilgan. Bu yerda esa tumankalarimiz, duxalarimiz joylashgan bo'ladi. Endi yon tarafidan qaraydigan bo'lsak, avtomobilimiz 18 dyuymli diskalardan iborat. Pro variantlarimizdan ham diskasi bilan ham farq etadi. Diskasining dizayni bunda boshqacharoq bo'ladi. Yumshoq balonlar. Keyin bakoylarimiz polni spiralli yopilib ochiluvchan bo'ladi. Elde laboyini e'tibor bersak, elde laboyimiz ham to'liq spiral bilan qoplangan bo'ladi. Qishki kunida buzlab qolishini oldini oladi. Bakoy aynalarimiz, laboy aynalarimiz. Endi yon tarafimizdagi eshiklarimizdan yana sensorli datchiklar o'rnatilgan bo'ladi. Avtomobilimizda beskuluchoy do'st mavjud bo'ladi. Arka qismına keladigan bo'lsak, arka qismimizda 7 Pro'larnikidan xuddi bir xil chiroqlar o'rnatilgan. Mana uzviy bog'lanib ketadigan LED chiroqi bilan joylashtirilgan bo'ladi. Yozuviga e'tibor bersangizlar, AVD'da bosib ketdi. Ya'ni avtomobilimiz 4 balonni birdaniga harakatlantirib biladi. Arka bagajnikimiz elektronli bo'ladi. Elektronli ochiladi, elektronli yopiladi. Bagaj qismimiz ham kattagina, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda katta hajmdagi yuklaringiz bo'lsa, bemalol joylashtirib ketsangizlar bo'ladi. Bundan tashqari arka qismida o'zining pardasi bor. Pardani tortib qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Bu yerda yengil hajmdagi yuklarni joylashtirib harakatlansangizlar bo'ladi. Agarda kerakmasa, yuklaringiz hajmi katta bo'ladigan bo'lsa, pardasini olib tashlab, istasangizlar arka qator sidinyalarni to'liq oldina yotirib ham katta hajmdagi yuklarni joylashtirib ketsangizlar bo'ladi. Endi avtomobilimizda o'zini razmerindagi 18 dyuymli diska balonlar o'rnatilgan. Zapaskasi bemalol yo'lda masalan balon teshilami boshqa balonni almashtirib qo'yib ketsangizlar bo'ladi. Bu временный emas. Xuddi o'zidan diska balon o'rnatilgan bo'lsa, xuddi shunday diska balon bo'ladi. Keyin avtomobilimizda propan ustanovka qilishlaringiz mumkin. Bemalol bizlarning shartnoma qilingan Stak kompaniyasi bilan ustanovka qilsangizlar hech qanday garantiyadan chiqmaydi. Ya'ni o'zi avtomobili alayim bizning zavodimiz 5 yil 150 ming kilometr garantiya beradi. Ana xohlasangiz benzinda, xohlasangiz propan ustanovka qilib turib 5 yil 150 ming kilometr harakatlanib yursangizlar bo'ladi. Arka laboylarimiz ham spiralli. Keyin elektronli ochilib yopiladi, ya'ni elektronli ruchka knopkalari. Keyin arka qismimizda ham kamerasi o'rnatilgan. Arkasında parktronikalar mavjud. Yani aytib o'tganimizdek, eshiklarimizda beskuluchoy do'stlik mavjud. Kilitni taniydi mashin. Ochganingizda o'zgacha bir atmosfera bilan sizni kutib oladi. Avtomobilimizda yana ko'rib o'tiladigan narsalar interyerida kattagina panorama lyuk bor, multirul, kattagina bar, удобный, qo'llaringizni qo'yib harakatlanmaga, telefon bespроводной, 9 klimat kontrol, adaptivniy kruiz kontrol, bakoy analarimizda slipoy zona datchiklari, bundan tashqari polni привод bo'lgani sababli avtomobilimiz 6 rejimda harakatlanib biladi. Obduv, obogrev mavjud. Bilasizlar, Pro variantlarimizda kuru obogrev bo'ladi. Salonda oldingi qismi ham, orqa o'rindiqlar ham qizdiradi. Max variantimizda esa oldingi 2 o'rindiqni obduv ham joylashtirilgan bo'ladi. Kolonkalarimiz Polni Sony kompaniyasidan deyishli bo'ladi. Akustika sistemasi ham zo'r ishlaydi.
Endi yanada to'liqroq ma'lumotni olish uchun bizani Cherry Urganch avtosalonimizga tashrif buyursangiz bo'ladi. Adresimiz Xiva Krukning yonida, Realme yonida joylashgan bo'ladi. Shu yerga kelsangiz test drive'larimiz ham mavjud. Mashinalarni haydab ko'rib, istasangiz naqd, istasangiz kredit, istasangiz foizsiz bo'lib to'lash dasturi asosida olsangiz bo'ladi. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz.